Mana jigarlari toza ekan kaptardi. Mana jigarlari toza, ko'zlari toza. Assalomu alaykum. Akalar, YouTube'dagi Ahmad Jones kanalini tomosha qilyapsizlar. Akalar, bugun lider 3ta1 Tillo akamiz bor. Andijon kaptarlarini, Andijon zot kaptarlarini ko'rsatadi. O'sha akamizdan bugun Qiziltoshda qanaqa bo'lishlarini aytgan. Video shoshilmay ko'ringlar. Agar tushunmaganlar bo'lsa, ancha-muncha tushunib olasizlar. Juda zo'r chiroyli ko'rsatgan. Sizlar ham xudo xolasa ko'rib, o'rganib olasizlar tushunmagan joylarda. Keyin bitta Qiziltosh nar bor. Narxi $200 sotiladi. U ham eski urug', lekin yosh, lekin kaptar hozir bolada. Agar qiziqqanlar bo'lsa, videosini oxiriga qo'yib qo'yaman. Bemalol uni ham ko'raverasizlar. Narxi $200 lekin uchirilmagan, ko'k tumshuq, ko'k jiyak, Qiziltosh. Uni ham videosini oxiriga qo'yib qo'yaman. Bo'lmasam Tillo aka videosini ko'ramiz akalar. Assalomu alaykum, avlodlar. Kayfiyatlar yaxshimi? Boshimizda klubdamiz. Bugun 29 aprel 2025-yil. Qiziltosh. Mana jigarlari toza ekan kaptardi. Mana jigarlari toza, ko'zlari toza. Tumshuq, ko'k tumshuq. Kalla ozgina yuvosh kaptardi, lekin har toza. Teri tozi chisti. Toshini ham ko'rsating. Qiziltoshda parvozda faqat to'shida bo'ladi, orqadan oq bo'lib turadi. Mana mono razmeriga to'g'ri kelish kerak, standartda Qiziltosh. Mana bu yelkasidan bunday keladi. Shu to'g'ri kelish kerak. Bu standart. Hozir mana yerda chachalalari ham bor. Endi mashina chiqarishinglar kerak. Mana teknik bo'lish kerak. Bu yog'i ham mashina teknik bo'lish kerak. Endi hozir bozordaligi uchun boricha Oybek soling bu yoqdan. Bishkekdan solib, Bishkekka salom. Oybek, Qirg'iziston. O'zingizsan? Rahmat, sog'ligi yaxshimi? Qirg'izistondan kelishdi mana Oybek ukam. Sog'ligi yaxshimi? Yaxshi kelib mana Qiziltosh parvozda. Jiyagi toza, ko'k jiyak. Ko'ryapsizlarmi? Ko'zlari ham toza. Bozorga chiqdi, kalla ozgina yuvosh. O'chira olinglar.